Mashhur portal O'zbekiston haqida yozdi. O'zbekistonda mundialni yondiradigan 3 ta futbolchi bor. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. 2026-yilgi Jahon chempionatida ilk bor 48 mamlakat terma jamoasi qatnashadi. Hozirgacha musobaqa mezbonlari AQSh, Kanada va Meksikadan tashqari yana 15 ta milliy terma jamoa Jahon chempionatiga chiqib bo'lgan. Quvonarli tomoni, mundial yo'llanmasini naqd qilganlar orasida O'zbekiston milliy terma jamoasi ham bor. Yevropa futbolining nufuzli manbasi Goal.com sayti yaqindan vatda Jahon chempionatida favoritlar reytingini tuzib chiqqan edi. E'tiborli jihati shundaki, bu reytingda O'zbekiston milliy terma jamoasi 25-pog'onada qayd etilgan. Bundan tashqari Goal.com ekspertlari Jahon chempionatiga yo'llanma olgan har bir terma jamoaning imkoniyatlarini ham chamalab chiqmoqda. Kanalimiz yevropalik mutaxassislarning O'zbekiston milliy terma jamoasi imkoniyatiga bergan bahosini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Bugungi dasturimiz homiysi LineBet kompaniyasi. Eng katta bonuslar va yuqori koeffitsiyentlarni faqat LineBetda olishingiz mumkin. Ekstra 25 promo kodi bilan 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. LineBet havolasini video ostida qoldirdim. Juda ko'p boy berilgan imkoniyatlar va muvaffaqiyatsizliklardan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasi nihoyat kelasi yozda bo'ladigan 2026-yilgi Jahon chempionatida debyut qiladigan bo'ldi. Mundialga chiqish yo'li oson bo'lgani yo'q. Bosh murabbiy Siraj Katanis salomatligi muammolari tufayli yanvardayoq iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Terma jamoaning sobiq yarim himoyachisi Temur Kapadze sloveniyalik murabbiy boshlagan ishni oxiriga yetkazdi. 2025-yilning 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklari maydonida o'tgan uchrashuvda golsiz durang o'ynagan O'zbekiston saralash guruhida 2-o'rinni naqd qilib, Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu jamoa o'yinchilarining o'ziga bo'lgan ishonchi yaqinda CAF Nations Cup 2025 xalqaro turniri finalida Eron milliy terma jamoasi ustidan qozonilgan 1-0 hisobdagi g'alabadan so'ng yanada mustahkamlandi. Bu o'zbeklarning oxirgi 10 uchrashuvda o'z darvozasida daxlsizligini saqlab qolgan 7-o'yin bo'ldi. Shuni ta'kidlash joizki, bo'lajak Jahon chempionatida O'zbekiston milliy terma jamoasining play-offga chiqish imkoniyati ko'p jihatdan Manchester City futbolchisi Abduqodir Husanov boshchiligidagi himoya chizig'ining o'yiniga bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, hujum chizig'ida ham yorqin iste'dodlar borligini unutmaslik kerak. Terma jamoa sardori Eldor Shomurodov Romada o'ynagan va bu mavsumni Istanbul Bashakshehirda o'tkazmoqda. Bu klub yaqinda yana bir salohiyati yuqori o'yinchi 21 yoshli Abbosbek Fayzullayevni o'z tarkibiga qo'shib oldi deb yozdi Goal.com portali. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Jahon chempionatida O'zbekiston milliy terma jamoasi qaysi bosqichga yetib boradi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa bir dona like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.